Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan ertalabdan sog'lik, salomatlik, omonlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yangi kuzatuvchilarimiz bo'lsa, kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qani, obzorimizni boshladik unda. Xo'p, bizlere yangi mahsulotlarimiz kelib keldi kecha. 1 metrlik, 1.20lik, 1.60lik, 2 metrlik her türlü razmerlari bor. Xo'p, 1 metrlikni narx-navolari bilan tanishtirib o'tsak, 1 metrlikni 3lik, 3.5lik, 4lik, 5lik siyimlari bor. Azınchi aytib o'tgan bo'lsam, shunday narxlar aytilib o'tiladi. 80 ming so'm, 90 ming so'm, 120 ming so'm, keyin 200 ming so'mligi bor. 1 metrliklarimiz 4 xil varianti bor. Keyin 1.20liklarimizga keladigan bo'lsak, 1.20liklarimizdan ham xo'p, 1.20liklarimizning 90 ming so'mligi bor. Xo'p, 105 ming so'mligi bor, 150 ming so'mligi bor, 225 ming so'mligi bor, 255 ming so'mligi bor. Kanal nomidan geldiği için geliştirip qaytib beriladi. Xo'p, 1.60'liklarimiz ham shuningdek 120 ming so'mligi bor, 125 ming so'mligi bor, 200 ming so'mligi bor, 325 ming so'mligi bor. Xo'p, 355 ming so'mligi bor. Her xil simda endi yachinkalari nalari o'zgaradi. Shuning yine narx-navolarni ko'pchilik so'rab yuradi. Yine narx-navolarni aytib o'tdik, xudo xolasa. Bularimizni aytib o'tganmiz. Bu gabion setkalarimizni. Rulollar ham gabion setkani kommentariyada menimcha şu bize videosunu çıkarıp ötkenmiz, lakin de bu videonu görmeyen çıkara kommentariyada şu bu setkelerin narxlarını so'ragan ekanlar. Biz çıkarıp ötmedik lakin. Siemene qarab bulaniki hop, şu görüp turgan 3 metre 1 metre hammasi bulan standart bo'ladi. Şu görüp turganın narxı bir tanesi 16 ming so'm, F12 26 ming so'm. Argısı var. Bular 15'e 15 bular. Bu 10'a 10 bu. Bağım şu 26 ming so'm. Siymi bir argı bilen bir xil bo'ladi. Keyin bu akşam videosunu çıkardık buna. Taza yiyen kompozit setki. Hazır hitop turgan setkilerden. Şu akşam geldi. Şu 50 paçkisini sattık. Tak. Bular danası 40 ming so'mdan bular. Kompozit setkiler. Bular ham şu 3 metre 1 metre talaşinası 3.5'lik bularına kerak. Bular kış ayında ham yana joyina qaytib keladi. Sinmidi, zanglamaydi. O'shirgan narsa. Hop, yana novi qizg'arib bo'lsa, yozib qo'ysanglar kommentariylarga, uni ham videolarini chiqarib o'taveramiz. Like bosaylik, obuna bo'laylik do'stlarimiz. Azam bilan.